Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sotuvda 3-pozitsiya avtomat korobka Gentrams keldi. Mashinamiz holatlari ideal, kraskalar toza, jika ikki rangda, motor galobkalari o'chilmagan, ABS konditsionerlari bor. Mashinamiz benzinda. Mashina salon ko'rinishlari. Shunlar chizilib qirilib ketmagan, poliklari bor. Mashinamiz 71 ming yurgan. ABS podogrev sidini, konditsionerlari bor. Обязательно bo'lish kerakligi ham bor. Mashinamiz probegi 71 ming yurgan, chaqir chuqqa miyatina qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Kraskalar toza, o'zlarining uchun bemalol proverka qilib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Mashinamizning tan narxi $10,900. Kimga qiziq bo'lsa, naqd yo avtokreditga beriladi. Mashinamiz bosh to'lovlari 17 millionlar bilan chiqadi. Kapital bank orqali. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almas kafe ro'parasida ofisimiz. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa baraka qilib beramiz. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.